muxlislaringlardan kelgan savollar ham bor. Darinlar va Dinara. Sizlarga ko'plab savollar jo'natishgan. Shulardan aytib o'taman. Birinchi savollari: K-popdan tashqari qaysi janrdagi musiqa sizga yoqadi? Hind. Hip-hop janri. Hip-hop. Hip-hop bilan rock. Bu a'zolari o'zaro qanday munosabatda? Sor bir-biringizga. Sola ovoz beradi. Axir 5 minutdan keyin dumalab yotganman. Hayotda qanaqasilar? va sahnada ham birdan men bu o'zgartiradi, bu o'zgartiradi, o'zini bu o'zgartiradi, shu o'zgarmaydi. Keyingi savol Amirga. Hamma savol shunga boradi hozir. Nimaga ijtimoiy tarmoqlarda jiddiysiz, hayotda kulnoq? Kibrda. Yana bitta bironta o'zini xohlagan jinnilikni qilib ko'rganmisizlar? Ko'chada baqirib ashula yurgan, hech kim yo'qligidan. Yomg'ir tagida o'yinga tushganman. Men qilmayman. Nima qilgan bo'lardingiz? Yomg'irda O'zi jinniman, o'zi jinniman deb aytdi. Xo'p, keyingi savol. K-popdan tashqari yana nima bilan shug'ullangan bo'lardingiz? boshdan Bozorchi. Aktyorlik. qanaqa bozorchi? Dublyaj ham bor mana. Dublyaj aktyor. Biznes qilish niyatim bor. Bo'ldi shu olgan biznes ekanda. Qo'shiqchilik, modellik. Soqqadan biznes. Qo'shiqchilikka keladigan. O'yin oldidan shu bo'lgan, hali ham shu K-popda bo'lsam shu ketaveradi. Har biringizning guruhdagi eng kuchli tomoningiz nimada deb o'ylaysiz? Uni o'zimiz aytmaydi. O'shani tarafdori. Amir boshla. Hammani aytib chiqaymi? Abror, raqs. Hamda xarizma, staylish, kunishi chiroyli. Turishini chiroyli. Buni Mikrokachok. Amir, onang seni chiroyli. aytdimi? Avladim yo'q. Abror. Dance. Saylisni o'zgacha tarafi o'zgacha makillaydi. Deyish addushi chopish qobiliyati bor, zo'r chopadi. O'zingizdan bilmay qolasiz qanday chopilgan. Yaxshi tomoni. Yaxshi tomonini aytdi. Yaxshi tomonimi? Hammani yomon Qobiliyati deyapti. Yaxshi tomonini, kuchli tomonini aytdi. Mashida kuchli tomoni bu. Kuchli tomoni emas bu. Mayli. Mayli. Chiroyli eshitdilar, chiroyli Aynan eshitdilar. deb burib qo'yamiz. Amirda chiroyliligi plus bitta. Keyin ba'zida mas'uliyat his qilib qo'yadi, shunisi bor. Bunda mas'uliyat bor, keyin intilishi bor. Salistda kuchli minus tarafi ovozi chiroyli, keyin raqsi yaxshi tushadi. Davis plus taraflari qiziqishi bor, buni ham harakati bor. Puldan yordam qiladi shu. Pulsiz yurgan payti bo'lmaydi-da, hech qachon bo'lmaydi ham. Multimilliarder, nima yuradigan. Amir chiroyli, harakatchan. Isaac mas'uliyatli, haqiqatan mas'uliyatli juda ham. Monster Boy'da dance o'zgacha qirralari ko'p. Meni Yolbandi. Davis ideal. Hamma taraflama. Ideal. Amir chiroyli bo'lib qo'ygan endi. Tabiat xatosi. Uni qaldiroq bilan chaqmoq birlashib ketib qo'ygan shu tug'ilganda. Isaacga qaysi anaqa qobiliyati kuchli, diktorlik bo'ladi. Komanda turganda sochi o'rtaga chiqib gapira oladi. Qo'rqmaydi mana shu narsadan. Nosir Boy hammani oldida bo'lmasa ham komandani ichida u bizlarni ko'tara oladi, podishga qilib motivatsiya berib chiqib keta oladilar. To'g'risini aytadi, adolatli. Tipa yon bosmaydilar. Adolatli. Raqs bo'yicha gap so'zi yo'q. Saylis. Любой moment bizlarni sochi bizda nasrinamiz yo'q, nimadandir yutqizganimizda keyin turib motivatsiya beradi. Lekin o'zlarining nasrinasi bo'lmasa bizda ham nasrina bo'lmaydi. Komandani ob-havosi, saylissi, qachon saylis nasrinasi yaxshi bo'lsa, komandaniki ham shunday zo'r bo'ladi. Shuning uchun hamma narsa saylisga bog'liq. Tipa bizlarni xursand turishimiz, xafa bo'lishimiz hamma saylisga bog'liq. Shuning uchun saylis xafa qilmaydi. Hech kamera yo'q deydi. To'g'ri patarkalar jo'natib turadi. Gap yo'q. Hop, savol. Agar Kenji katta sahnalarga chiqsa, birinchi bo'lib qayerda konsert bergan bo'lardi? Humo Arena.
Dunyo sahnalaridan. Ha, dunyodan Sahnlardan qayerga boramiz? Yangi sahna quramiz. stadion. O'zbekistondan tashqari Amerika. Billboard kichkina, masalan, sahnasi kichkina-yu, o'ylashim bo'yicha Uruguayni baland. Uruguayni juda ham katta deb o'ylayman. Sahnasida kam odam bo'lsa ham kuzatuvchilari ko'p. Ya o'ylamay, voy bular qarang, ketmasak, yo'q. Просто birinchi navbatda Amerika egalladinglar, dunyoni egalladinglar. Xo'p, agar K-popdan sizlarga kompaniyalardan taklif tushsa, aynan qaysini tanlagan Tipa bo'lardingiz? Koreyadagi kompaniyalardan Hype, Big Hitda. Big Hit, Hype. Big Hit o'zi tashlaganmiz, qabul qilmaganmiz. Mana qabul qilib qo'yishimiz mumkin, o'ylab ko'ramiz. Zaprosto yozib qoldi. Menga Big Hit rostdan ham. Sizgachi? YG. Blackpink anaqasi. Ha. Big Bang anaqa. Big Hit Men ham Big Hit. 4 ta Big Hit edi. Big Hit Mosir bo'lamaydi. Kim musiqa qo'yishda yomon DJ bo'lib chiqadi? Mana ko'rsatmanglar. Yomon DJ. Menga qarab. Просто men eski ashulalar eshitaman, shuning uchun hammasi menga qarab. Menga просто yoqmaydi, tamam. Menga ham yoqmaydi. Eski Lekin men qo'shiq. bilan ikkalamiz bir xil ashula eshitamiz. Aytcham. Nima? Faqat qanchada bir xil. Bo'lmaydi, ikkalasidan DJ chiqmaydi короче. Keyingi savol. Agar sizda faqat qo'shiq yoki koreys choplarida ovqatlanish tanlov berilsa, qaysi birini tanlaysiz? Qoshiq, qo'l. Qo'l, qoshiq. Cho'pdan ko'ra qo'l yaxshiroqda, undoq yegan yaxshiroqdan ko'ra. Xo'p, koreys ramyonimi, o'zbek palovi? Osh. Osh boshqa tema. Boshqa bizlar karasi deb o'ylashadi. U karaga qiziqadimi? Ramyon Osh bilan ramyon tursa, birinchi oshga keyin ramyon deydi. Keyin qoshiqda, keyin cho'p deydi. Короче, ikkovini ham tengiymiz o'zi aslida. Ha, Olib qaraganda. Bittasi ichga turganda menga-chi deb hammamiz ichibamiz tugaydi birpasdan. Xo'p, keyingi savol, juda ham qiziqarli savol. Agar hayotingizda mafiya bo'lganda, kim qaysi rolda bo'lardi? Oddiy aholi. Don. Josus bo'laman. Ideya beradigan bo'lardim. Men mafiyani o'zi bo'lardim. Ha. Xo'p, TikTok yoki Instagram? Qaysi biri qulay? Instagram. Ham, TikTok ham qulay lekin. Instagram. Menga TikTok Instagram. qulay edi VPNgacha. TikTok. Asosan TikTok. Ish. Telegram nima? WhatsApp. Agar siz hech qachon uxlamasangiz, qo'shimcha vaqtni nimaga sarflagan bo'lardingiz? Deymi? Mana O'ylardikda. Ham tur o'ynash. ishlardim. Gaming. Qo'shimcha vaqtim bo'lsa, navbatda uxlayman. Sizga chet ellik mashhur aktyor yoki aktrisa bilan rol o'ynash imkoniyati berilganda, kimni tanlagan bo'lar edingiz? Scarlett Johansson. Lil Depros. Shohrux Xon yoki Jeki Chan. Lil Depros. Takko shunaqa sevishgan rol o'ynab berardim uni. Men Superman bilan o'ynagan bo'lardim. Sevishgan rolni. Yo'q. Sevishgan rol emas, o'tda. Короче, Superman или Ikkalasining ismi bir xil. Emma Stone, Emma Watson. Emma Watson. Ha, Garri Bittasi Harry Potterdagi Hermione, bittasi anaqa chilik baxtiga qiz. Bitta qizlar ham. Yo'q, ikkalasining ismi Emma. Просто Watson bittasi Bittasi zo'r joyda ishlaydi hozir. Yo, jim. sahna ortida yuz bergan eng kulgili yoki noqulay voqea? Hamma sahna ortimiz. Noqulay. Noqulay. Eng noqulay va nima DJ yaxshi ishlamaydi biz bilan. Har doim muzikani noto'g'ri qo'yadi. Muzika qo'yadiki, biz ishimiz kerak. Fikri bo'yicha. Muzikani oldindan qo'yib qo'yishadi. Qancha qo'rqmasdan Biz yo'l ochib chiqamiz. Turib olganimizdan keyin yana bitta qo'yib, to'xtang, turib olaylik, keyin bundoq Ishora beramiz. ishora beramiz, keyin qo'yasiz deymiz. Shu bilan 2-3 marta qo'yib oladi. Qo'ygandan keyin ham past qo'yadi. O'sha misol uchun ko'tarib yuboradi. biz surpriz qilib ana qilib chiqmoqchi bo'lsak, bali qo'shiqda eshittirmasdan u birinchi qo'yib qo'yadi, keyin avvalda mashinaga chiqishar ekanda deb qo'yishadi keyin. Unaqa katta problema anaqada bo'lmabdi hali. Vaqtida qo'ysa ham past. Shunaqa DJ-dan bo'lgan ko'pincha problema. Lekin sahna o'ldirib qo'ygimiz kelgan. Sirpanchiq sahna. Tepkilab, Ha, keyin sahna ko'pincha joyda sirpanchiq qo'ygan. Sirpanchiq ba'zi joyda vaqti sirpanib bo'lmaydigan. gilam sirpanmaydi voshcha bir xil. O'zbekistonda mana qo'shiq aytsak bo'ldi lekin. Keyinchi qachon o'zbek san'atkorlari bilan duet qo'shiq aytadi? Komanda bo'yicha menimcha bilmadim-ku, lekin agar solo bo'ladigan bo'lsa, Aslovaym bilan o'zi niyatim bor. Rapper Aslovaym bilan solo bo'lganda duet kim etish aytadi? niyatim bor men o'zim. o'zbekcha. Men masamni aytaman. Menimcha lekin jamoa aytmasa kerak. Jamoa bo'lib aytishmasa. Balki Yo'q, aytmaydi o'zbek. O'zbek Komanda aytmaydi. Niyatingda yo'qmi? Komandada o'zimiz faqat. Mira bo'lsa kim bilan aytadi? Miravoy? komandamiz bilan Miravoy. Miravoy bo'lsa, Ha, lekin o'zim bo'lsa, Miravoy bo'lsa Chonkuk bilan masalan, aytadi.
Komanda. Central C bilan keyin NF bilan aytaman. Central C bilan Sugar. Komandani o'ylasam bir o'zini o'ylaydi. Komandaviy o'ylab topolmayman. Kim bilan aytasan? Bu odamlar Coldplay bilan aytsa bo'ladi. Keyin Weekend bilan aytsa Weekend bilan zo'r chiqadi rostdan. Weekend bilan zo'r chiqadi. Nicki Minaj zo'r ketadi. Nicki Minaj bilan zo'r bo'ladi. Billie Eilish bilan zo'r. Justin Bieber. Billie Eilish bilan. Bilal Tushmaydi. Igor Krid bilan. Silas Billy bilan bilan. tushmay qolamiz. Ha? Billy bilan. Silas bilan. Billie bilan Tushiraman. Silas bilan. Alohida aytsang bo'ladi. Keyin savob. Tugab qoldimi? Voy. Let's go. Xo'p, taklifimizga yo'lmasdan tashrif buyurganingiz uchun kattakon rahmat. Sizlarga sovg'alarimiz bor. Diktafon yozyapti. Xo'p, hamkorimiz Arifin savdo belgisidan sovg'a. Bu ishlagan tariflemdi. Va homiyimiz Ersak savdo belgisidan sovg'a. Ersakdan shilla hozir. Xo'p, Oyi, tangisini bilan kim biladi? tashrifingiz uchun Siz yuzga so'rayotganingiz bormi? Mana mashqanda. Rahmat kattakon. Men kutgan narsalarga choy. Boshlantirishga nisbatan ancha qiziq bo'ldi. O'yinlar boshi yoqdi menga. Bug'doyli, ana Qarada uxlaman. menga dabdabli ko'rsatadigan. Karat uchun rahmat. Keyin kamera orqasida odamlarni o'ylash bilar ekan yaxshi. Uni o'ylaydi. Hammaga rahmat zo'r bo'ldi. Deys uxlab turdi. Men sovg'alar olib qo'ying bo'ldi. Maqsadimni suratga olishga bizga yaqindan yordam bergan 571 fast food olamiga hamda hamkorimiz Ariflem savdo belgisi va Ersak kompaniyasiga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Shu kungacha siz bilgan Kenzi memberlari aslida qanday edi-yu, intervyudan so'ng sizning fikringiz qay darajada o'zgardi? Xo'sh, shiddatli yigitlar sizning tasavvuringizda qanday jonlandi? Agar bu intervyu orqali sizning fikrlaringizni ijobiy tarafga o'zgartira olgan bo'lsak, biz maqsadimizga erishdik. Bizga savol yo'llagan Darina, Dinara hamda Imona ismli kenzeslarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Intervyumizdan olgan xulosalar deyman. Amaliyotchilar. Eshityapsanmi? Yo'q, yo'q.